Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda pul topar mashina Chang'an Track Plus mashinamiz. Mashinamizdan ko'rishingiz mumkin. Double kabinali mashinamiz. R15 ballonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Mashinamizning uzunligi 250 ga 170. 2 tonna ko'taradi mashinamiz kitobida. Lekin xudo xolasa sizlarga mana istoriya qo'yamiz. Instagramda ko'rishingiz mumkin. Necha tonna yuk ko'tarishayotganligini ham mijozlarimiz tomonidan tashlangan videolarni ham sizlarga qo'yib boramiz. Keyin salonni ko'rsatamiz. Salonni ko'rishingiz mumkin. Salonimiz pechka, konditsioner bilan jihozlangan. Monitorlari bor, orqa kameralari bor. Ot kuchi 122 ta ot kuchi bor. Bunda 1.6 Dons motor. Mashinamizda tormoz sistemasi ABS tormoz bilan jihozlangan. Orqasini ham ko'rsatgan. Orqasini ham ko'rsin. Orqasini ko'rishingiz mumkin. Orqa kameralari hamma narsasi 100% cho'tka ishlaydi. Orqa anaqasi uzunligi, bort uzunligi. Bort uzunligini aytib ketdim shekilli 250 ga 1.60. 250 ga 1.60. Balon azminlarni aytdingiz, orqalarini. Balonlarni aytdim. Orqalarini ko'rsating. Narxi. Bu mashinamizning narxini 16 ming deyapmiz. Prichsleni avtokredit 25% bilan chiqadi. Kelsanglar ofisimizda hisoblab hamma narsasini Narxini ham aytib o'ting. 16 ming dollar. Narxi 16 ming dollar. Motori qanaqa? Seplimi yoki qanaqa MMmi? Xo'p. Sepli bo'ladigan bo'ladi. Buni motori sepligida adashmasam 1.6. Buni endi motori anaqa damaldagi o'xshab tagida bo'ladi. Ha, shunaqa. Sidena tagida bo'ladi. Sidena tagida qoplamasi bor. U motorni issiq urmaydi. Men sizlarga hozir uni ham ochib ko'rsataman. 5 talik skoroslari bor. 5 talik pog'onali. Desak ham ular haqida ham ma'lumot berib o'tdik. Ha, ular mexanika 5 talik skorsda. Mana bu yerdan ochiladi. Qatdan qanaqa ko'tariladi? Ha. Shogird ustada. Mana ko'rishingiz mumkin, motorda akkumulyatori ham shu yerda. Motori 1.5 1.6 Dons. Bunga metal ikkita oyna elektronik bo'ladi, orqasi ruchnoy bo'ladi. Orqalari ruchnoy. Orqalari ruchnoy bo'ladi. Solda elektronik. Oldi elektronik bo'ladi. Rullari gidravlika. Rullari gidravlika bo'ladi, o'zida mejikarlari bilan chiqadi. Narxini aytib o'tdingiz. Narxini aytdim. Bu mashinaga keladigan bo'lsak, endi propan metaniga keladigan bo'lsak, metan qo'ysanglar bo'ladi. O'zimizda tanish bolalar bor. Nomerini beramiz. O'zingizlarda bo'lsa, qo'ydirsanglar ham bo'ladi. 80 ga 20 ishlaydi. Bir xil metan gazda 80 ga 20 ishlaydi, lekin hozir yangi texnologiya chiqyapti. 100% gazda o'zida yursanglar ham bo'ladigan. Keyingi modellarimiz. Xo'p, keyingi modelimiz Star Plus mashinamiz bu. Bunisi Chang'an Track Plus bo'lsa, bunisi Star Plus. Star Plus kaltini olib chiqmadim hali. Keyingi mashinamiz Star Plus bo'ladi, Chang'an Star Plus. Bu mashinamizning motor hajmi 1.5 litr bo'ladi. 50 litrli bak bilan jihozlangan. GDI motorda bo'ladi. Faralari oddiy o'zimizdan Galagen faradan bo'ladi. Saloniga keladigan bo'lsak, salonimizda konditsioner bor, pechkasi bor. Ko'rishingiz mumkin. Sidenalari kojinli bo'ladi. Rullari anaqa bilan jihozlangan, gidravlika bilan. Elektronika, oynalari elektronik. 5 pog'onali. Mashinamiz mexanika bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Balonimizning razmeri 14 bo'ladi, 2 tonna ko'taradi bu. Mashinamiz 3.14 ga 1.60 lik bortning uzunligi. Bu dubl kabinadan saqal uzunroq. Mebelchi akalarimiz, og'ir yuk bilan ko'p tashiydigan akalarimizga eng mos shu bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bortning uzunligi 3.14 ga 1.60. Buni dubl kabinaligi ham bor. Ha, dubl kabinaligi ham bor buni. Lekin dubl kabinaligidan hali olib kelmadik. Xudo xolasa 30 kunlardan keyin kelib qoladi inshaalloh. Akalar, obzorimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, podpiska bosishni unutmanglar. Bu qilayotgan mehnatimizni ahamiyatini yanada oshiradi. Bu mashinamizni aytib ketish esimdan chiqibdi.
Yakka kabinaligi ham bor, 15 ming dollar. Kelsanglar, hamma modellardan ko'rsatib sizlarga bu mashinalarimiz hammasini yili 26. Kelsanglar, o'zimiz chiroyli narxda qilib beramiz inshaalloh. Pastdagi raqamdagi aloqaga chiqinglar. Instagramdan yozsanglar ham bo'ladi, Telegramda ham nomerlarimiz bor. Kelsanglar xizmatdamiz.